14.53. Hurmatli obunachilar, keyingi zakazimiz 175 ming zakaz. 1,5 soatmi, 2 soat atrofida yetib boradi. Chunki hozir mana poyezd yo'lini ustidan o'tyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Glavniy temir yo'ldan ketyapman. Hurmatli obunachilar, kafe nomini to'g'risini bilmayman. Shu sababli nimada, ya'ni YouTube kanalimda yozib qoldiraman sarlavhasiga. E'tibor berib ketasizlar. Shuning uchun imkon qadar harakat qilaman. Kapitsin juda yuqori, hurmatli Yandekschilar. Uxlayapsizlarmi? Turinglar. Bugun bayram, ustozlar bayrami axir. 2 koeffitsient bilan to'layapti. 0,6 edi. 2 emas, даже 200 метров. Спуститесь по лестнице. Hurmatli obunachilar, bugun soat 23:00 gacha efirda bo'laman. Albatta, imkoniyat bo'lishi bilan vaziyatga qarab hamma narsani qo'yib borishga harakat qilaman. Hurmatli obunachilar, 27 ta obunachi bo'libmiz. Ya'ni 27 ta odam to'planibdi kanalga. Shuni o'rtoqlar 1000 taga chiqara olmaymizmi? Bir oy ichida. Mana qaranglar, avtobuslar yig'ilib turibdi. Boya sizlarga bir narsani ko'rsata olmadim. Temir yo'lda shunchalik odam ko'p ishlayaptiki, bayrammi, qishi sovug'imi, yozi issig'imi, kuzi yomg'irimi, bahori baylar to'kilarkan davrimi farqi yo'q. Mana shu zinadan tushishim kerak. Omad tilanglar, albatta ketyapman. Kuzatishda davom etinglar o'rtoqlar.